Ona shahar Vayni gospital yonida, Ohu kafesini yonida sizni kelib yashashingiz uchun 205 kvadratli tayyor remonti bilan sizga xonadon topib qo'yganman. Mana bu asosiy eshidan kirishimizga shunaqangi koridor, mebellarni qarang, shunchaki o'zligi yashashgani qilishgan. Bu tamom, mana qarang, mana dekorativniy, mana gullarni qo'yib, juda chiroyli holatda. Bunisi birinchi xonamiz mehmonxona. Mehmonxonalarni ham remontlarni cho'tki qilib qo'yish. Shunday kelasiz-ku, konditsioner hamma yo'g'ini qoladi. Qolgan mebel texnikalari ayrimlari kelishilgan holatda bo'ladi. Bu yerda bilasiz, gaz, suv, svet, kanalizatsiyalardan muammosi yo'q joyda. Bunisi yana bitta xonasi, spalnisi, bunisi radiatorniy spalni. Bundan chiqishimizga bunisi sanuzellari ham mana chiroyli holatda kafellarni yopishtirishgan. Hamma yo'g'ini egalari aytishlari bo'yicha o'zim yashagani qilganidan endi ozgina yaxshilik tomoniga pul zarur, shuning uchun sotyapman deb. Bunisini ham bitta mana mehmonxona. Shunda bitta xonamizda ikkita mehmonxona. Umumiy kvadrati 205 kvadrat. Tepani o'zi 105 kvadratli. Buni podvali ham bor. Podvali ham turarga o'tgan. Turarga 95 kvadrat deyapti. Ana bu yerda endi oshxonani olib chiqib qo'yilgan. Bunisi ham oshxona. Skvaznoy yozdi kunida ham o'zi konditsionerda ham kerak yo'q. Xonadonimiz skvaznoy. Mana bu kuxniy mebellari qoladi, mana duh konturlari, arestonlari hamma yo'g'i shunda o'rnatib qo'yilgan. Gaz, suv, svetlari bor joyda. Endi mana podval qismimizni ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana podval qismimiz, patologida ham balandligini qarang. Turarga o'tilgan bu yerda noturar bas, ayrim ko'p qavatli binolarda podvalini noturar hisobida foydalanishadi, lekin bu turar podvali ham. Podvalini o'zi 95 kvadrat deyilyapti, tepasi 100 necha ham. Xo'p, mana podvalga tushishingizga shunaqangi katta bolalar maydoni qilib qo'ysangiz ham katta keng. Endi bunisida ikkita spalnis. Mana birinchisi sanuzeli, mana kafelarni yopishtirilgan, bunisi ham tayyor, foydalanishingizga tayyor holat. Bunisi bitta radiatorniy spalni bunisi ham. Bunisi mana detskiy xonasi. Hamma xonamiz o'zini guluxoy xonasi yo'q, hamma xonamizni o'zini tashqari tomonga qaragan oynalari bor. 110 mingga baholanayotgan xonadonimiz, manzilimiz Farg'ona shahar, Ohu kafesini yonida, Vayni gospital. 5 qavatli binoda birinchi qavatida plus podvali ham bor. 205 kvadrat. Pat kulish holatda, ayrim jihozlar shunday qoladi, ayrimlarni olib ketamiz deyapti. Siz kelib ko'ring, sizga yoqadigan xonadon topib qo'yganman.